Qabrda bo'ladigan savol javoblar. Robbing kim? Robbimiz Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'onu Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Xalilulloh millati. Mazhabing qaysi? Imomi Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim chahoriyorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib ulardan fa'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunnat val jamoat e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni. Undan keyinchi? Ota-onamni. Undan keyinchi? Barcha mu'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlari uchun. Iymon kalimasini ayt. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi nima? Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning elchisi ekanligiga guvohlik beraman.